Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Men Agrobank Atal Yangiobozor filiali boshqaruvchi o'rinbosari Nurmet Bekzod bo'laman. Hurmatli prezidentimizning mahallabay ishlash tizimi bo'yicha Yangiobozor filialimizga jami 9 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, shu mahallalarga jami 2 ta mahalla bankiri, 9 ta mahalla agentlari biriktirilgan. Endi sizlarni bankimizning mahsulotlari bilan tanishtirib o'taman. Biznesga birinchi qadam o'zini o'zi band qilgan shaxsga 5 million so'mgacha yillik 25% 12 oy muddatga sug'urta polisi bilan. Biznesga ko'mak o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxsga 17 million so'mgacha yillik 25% 48 oyga sug'urta polisi bilan 3-shaxs kafilligi bilan. Mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam o'zini o'zi band qilgan shaxsga 50 million so'mgacha yillik 25% muddati 60 oygacha 3-shaxs kafilligi bilan ayollarga 23%. Bundan tashqari 312-qaror bo'yicha kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida mikrokreditlarimiz bor. 300 million so'mgacha bunda tumanlar toifasi bo'yicha ketadi. Bizning Yangiobozor tumanimiz 4-toifada bo'lganligi uchun 20% dan 3-shaxs kafilligi garov bilan 300 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. Bundan tashqari bizda hozir har xil kreditlarimiz bor. O'zlaringizni qiziqtirgan kreditlar bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol berib savol-javob tariqasida o'tkazaveramiz. Ayollarga bilmem neçe ay faizlama olmay berip durup son faizlama alıp degende işte bu hünermentlerge. Karar çıkan eken şurada yok. Faiz amay deganingizda nima? Faizsiz kredi. Ya faizsiz emas. Son veriladigan, son Berip koyadi. Ma'lum oy to'lovni to'lamay turasiz. Undan keyin to'lab ketasiz. Siz qaysi mahalladansiz o'zingiz Do'stlik mahalladan. Ha, Do'stlik mahalladan. Saparbayev Yıldızma. Do'stlik mahalladan faoliyatimiz hunarmand. Az bizda misol uchun siz tadbir hunarmandchilik qilacaksınız, kredit olacaksınız. Qaysi yo'nalishda misol uchun kichik biznes 17 million so'mimiz bor, misol mahalla loyihamiz bor 50 million so'mgacha. 50 million so'mgacha ayol kishi tadbirkorlik qilaman desa misol uchun 60 oygacha beramiz, 23% dan bo'ladi. Plastik kartangizni 4 tash olib beriladi. Misol uchun nur qilaman desangiz, tikuv mashinangiz bor sizda, to'g'rimi? Misol uchun sizga mahsulot kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun tovarmi, boshqa narxmi misol uchun shu bemalol olib ishlasangiz bo'ladi, lekin foiz to'xtatilgan yeri yo'q. Foiz oyma-oy hisoblanib ketiladi. Son garovmi berasizmi? U kafillik bilan beriladi. İş hakkı kafil ko'rsatishgan. Misol uchun siz agar misol uchun tadbirkorsiz bo'lib, misol uchun ishlamaysiz, misol ishlamaysiz, ishsiz bo'lgan bo'lsangiz, ishsiz men o'zini o'zi band qilgan deb aytmoqchi uchun. O'zini o'zi band qilgan soliqdan olamiz. Sразу darajada platformadan chiqadi, soliqdan olinadi, misol uchun bir kafillik kirasiz, shundan ketaveradi. Ya sug'urta polisi deyiladi. Yana kimdan qanday savol? Kredit Rahmonov. Ha, o'zingizni tanishtirsangiz? Rahmon Sanjarman, Paxlon Mahmuddan. 50 million so'm kredit olacaksınız. Ne maqsadda olacaksınız? Yo'nalishimiz. Ustachilik. Duradgorchilikmi yo metalmi misol uchun? Metal. Metal, ha? Bo'ladi, biznes rejangizni berasiz, bolalar bor. Paxlon Mahmudda mahalla bankirimiz bor. Shu yerda Paxlon Mahmud bizga o'tilgan mahalla bo'ladi. Bemalol qilsangiz bo'ladi. Kreditni hujjatlaringizni beramiz, rasmiylashtirib taqdim beramiz. Yana kimda qanday savol bor? Men Hayot mahallasidan Rustam Vasiyonchak. Shu tikuvchilik sohasini rivojlantirish uchun tikuv sexi ochmoqchiman. Shu an kredit ajratib bersangiz. Necha so'm kredit olasiz? 15 million. 15 million bo'lsa, biznesga birinchi ko'magimiz bor. Bizga 17 million so'mgacha beramiz. Mahalla bankirimizga hujjatlaringizni berasiz, kreditni rasmiylashtirib beramiz. Boshqa savollar yo'qmi? Bugungi davra suhbatimiz yakunlandi. Hammangizga rahmat.